Hurmatli teletomoshabin do'stlar, mana siz bilan to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Ana shunaqa kattakon joyda, bog'da yoshlarimiz tashrif buyurar ekan. Hey! Hey! Qaysin? Nima qilasan? Eshakning dumini ushlama, o'la. Mana men 2 oydan beri go'sht yeganim yo'q. Olay desam, pensiyam yetmasa, bir go'sht yegilarim keladi, bir yegilarim keladi. Gay paytlari shu bilagimni ochib, qashiyman deganda, oppoq bilagimni ko'rib, tishlab olib yeb qo'ygim keladi. Chidab turibmanmi? Buvijon, to'g'ridan to'g'ri efir bo'lyapti. Siz efirimizga xalaqit beryapsiz. Iltimos kadrdan chiqing. Rasmga olasizlarmi? Izrda? Aziz teletomoshabin do'stlar, yosh o'tgan ayol bo'lgani uchun biz albatta kechiramiz. Chunki ayollarning hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Men ham hayotimda hurmat qiladigan 3 ta ayol bor. Birinchisi meni onam, ikkinchisi opam, Hozir meni gapiradi. uchinchisi esa sevgan qizim. Haberga iPhone'im pishib chiqsin. What's it here? Oh my god.